Assalomu alaykum Zafar aka va obunachilari. Mana bugungi sayyohimiz bugun Qizil dengiz bo'ldi. Qizil dengizga chiqib mana guruh a'zolarimiz hammalarimiz sayohat qilib yuribmiz. Endi so'z navbatini mana biz bilan birga kompaniyamiz bilan birga Centrum kompaniyasiga xayrli beramiz. Mana o'zi ta'sirotlari haqida sizlarga gapirib beradi. Ta'sirotlarimiz juda zo'r. Avvalo rahmat hojiga ham sayohat qildik, ham ibodat qildik. Alloh valo rozi bo'lsin. Ibodatlarimizni qabul qilsin. Maza qildik, mana Qizil dengizga keldik. Xullas ko'rmagan joylarimizni ko'rdik. Allohga behisob shukr. Adashmaysizlar, kelinglar hoji akam bilan. Rahmat. Zo'r bo'ldi bag'i. Mana shu kelganimizdan beri sayohat, bir kun sayohat, bir kun ibodat. Bu ibodatlarda Alloh taolo bizlarga nasib qildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganlar? Sayohat qilinglar, sog'ayasizlar. Centrum kompaniyasi Zafar hoji aka birgalikda hamma mamnun mana. Bu kompaniyaga kelib qo'shilib, bemalol murojaat qilib, bu kompaniya ishni oqlayapti va'da qilgandan keyin. İşleri yaxshi bo'lyapti, ibodatimiz mukammal bo'lyapti. Sayohatimiz mukammal bo'lyapti. Bugungi sayohatimiz mana Qizil dengiz. Qaygacha borib kelganmiz, bilsangiz, ajoyib bo'lyapti deb bag'i. Kecha Toyibga bordik. Toyib ham zo'r bo'ldi. Umra, ibodat Allohning ne'matiga qancha shukr qilsak kam. Kimki shukr qilsak, Alloh ne'matini ziyoda qilib beraveradi. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi ashabihi ajmain. Rahmatika ya arhamar rohimin. Mana birodarlar, mana endi O'stog'imizga so'z beramiz. O'stog'im biroz sizlarga ayting. Aziz do'stlar, mana bugun biz umra ziyoratiga keldik. Ham ibodatlarni qildik, mana ham bugun Qizil dengizga chiqdik. Ancha sayrgash qilib, yana mana qaytyapmiz. Xudo xolasa, yana ertaga yana ibodatga chiqamiz. Umuman bu kompaniya ibodatlari menga juda ma'qul keldi. Hammaga tavsiya beraman. Adashmaydi. Yotoq joylari, yeb ichishlari, hammasi sharoitlari a'lo darajada. Zafarbek kompaniyasiga marhamat murojaat. Kattadan katta rahmat. Avvalo Alloh rozi bo'lsin. Rahmat qiling. Adashmagan ekanmiz. Alloh rozi bo'lsin. Mehnatlaringizga rozi bo'lasiz. Ibodatlarimiz qabul bo'lsin. Rahmat. Hammamizni mana shunday xursandchilikka yuraveraylik. Kelaveringizlar, sayohat qilib yuraveringizlar.